Maarif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet to'rida yuqori saviyali o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga qo'shib qilgaysizlar. Xazinam to'rt til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. 大家好，欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sekila Asghar。今天我们要学习的是第2单元的任务大盘点啊，第2单元的任务大盘点。一样呢，先从选词填空开始，我们来看一下第一个差点儿，差点儿，差点儿是什么意思呀？就是 az qaldi, tas qaldi, tas qaldi degandek。提起 tilga ilish， 这个前面都讲了，我在这里我就不造句了啊，就tuzmay bo'ldi。开玩笑deganimiz chaqchaq qilish， 菜园这个 ko'ktatliq， 都行啊。老样子 burunqidek， 变化 o'zgarish， 精神这个 ruhi 或者说是tetik degandek。惊喜，惊喜是 tuyuqsiz xushalik， tuyuqsiz kelgan xushalik。幼儿园 ballar bog'chisi degan gap。葡萄 üzüm。那么这些都知道了，那下面的这10个空里面都要填什么呢？我们来看一下，我家里种满了辣子、西红柿、黄瓜。Mening uyimning munda birinchisiga laza, pomidor, 黄瓜 tervatdoq deydi。那 laza pomidor 这个黄瓜是什么东西？它是蔬菜，蔬菜。那蔬菜呢？naga teriydi？菜园给 teriydi。所以第一题的答案应该是我家菜园里种满了辣子、西红柿和黄瓜。第二个，他想给妈妈一个u opsig'i bir nima bermoqchi。那给谁一个什么东西的时候，我们一般都说是什么呀？bir tuyuqsiz xushalik bermoqchi desek，那给妈妈一个惊喜啊。所以第2题的答案应该是他想给妈妈一个惊喜。第3个呢？村子里重新建了一所，这个地方说建的，建的给他们 kurma。那么我10个词语里面哪一个跟 kuruluş 有关系呢？幼儿园是不是？ ballar bog'chisi， 那就是说 kentga yangidan bir ballar bog'chisi qurdi desek bo'ladi啊。第4个，我最爱吃man ang yeyishga amara。那吃什么呢？这个10个词里面哪一个是吃的？一个都不能可以说葡萄。那所以这道题的答案应该是葡萄。然后今天我起晚了，bugun men vaqt qo'pib qolibman。那 vaqt qo'pib qolgandan keyin nima bo'laman？上课迟到，darsga kechikib qoldim。那 kechikdimi？ hozir buning ichiga qaysini kirsak bo'ldi? Birinchisi tas qoldim kechikib qolg'ili。nima deymiz？上课差点迟到，上课差点迟到 desek bo'ladi。第6个呢，他这个人很爱bir narsaga nihoyatda amroq ekan。nimaga amroqdi？ hozir bu yerga kirgili bo'ldig'ini qaysi？ 开玩笑chaqchaq qilishga amroq desek bo'ladi。他这个人很爱开玩笑。那第7个呢？几个月不见necha oy ko'rishmabdik。他什么真大debdi。那necha ko'rishmagandan keyin bu odam engashib nima bo'ldi deymiz? o'zgardi desek bo'ldi。所以这道题的答案可以是变化啊。几个月不见，他变化真大desek bo'ladi。第8个呢？他跟我什么过你deydi。u menga mundaq qilib boqqan sizni nima qilib boqqan？ 那就是 tilga olib boqqan sizning gapingizni qilib boqqan desek bo'ldi。所以呢 keyingi 过 keltiradigandan qaysi bo'ldi？ 提起过啊。他跟我
提起过你。第9个呢，爷爷一直都没变。cho'ngdidan azaldan o'zgarib bakmadı. 还是那 o'zgarmadi 是什么意思？burunqidek你明白吗？老样子啊，老样子。爷爷一直都没变，还是老样子。第10个，你穿上西装，kostyum burilib kiyvasan，看起来真。那 kostyum burilib kiyvagan adam degan qandoq göründü? Ruhluq, shuay göründü ғой。那应该是看上去，看起来真精神啊，看起来真精神。desek buludu。那第1题做完了，我再给你们过一下啊。我家菜园里种满了辣子、西红柿和黄瓜。我家菜园里种满了辣子、西红柿和黄瓜。他想给妈妈一个惊喜。他想给妈妈一个惊喜。村子里重新建了一所幼儿园。村子里重新建了一所幼儿园。我最爱吃葡萄了。我最爱吃葡萄了。今天我起晚了，上课差点迟到。今天我起晚了，上课差点迟到。他这个人爱开玩笑。他这个人爱开玩笑。几个月不见，他变化真大。几个月不见，他变化真大。他跟我提起过你。他跟我提起过你。爷爷一直都没变，还是老样子。爷爷一直都没变，还是老样子。你穿上西装，看起来真精神。你穿上西装，看起来真精神。好，第2题连词成句。那mavorət qalaymaqan sözlərini ulab bir-birisiga bağlaştırıp bir cümle qilamiz. 我们来看一下，很大nihoyatda cho'ng过去o'tib ketgan vaqtqa bi selishtirish. Ta u. Na u bo'lgandan keyin egisi bo'ladi. Ta bilan boshlashimiz kerak. 跟那他跟过去比 u burunqiga selishtirganda ta跟过去比 qanday bo'ldi? O'zgarishi nihoyatda zo'r. 变化很大。他跟过去比变化很大bo'ladi ekan. Ikkinchisi 可deydi, 你deydi. 那你 bilan boshlamdi. 要按时 vaqtida 作业 topshiriq 完成 tutkazish. 那按时完成作业 topshiriqni vaqtida ishlash degani 按时完成作业 deymiz ғой. 那 sen bunda qilishing kerak-chimi degan chog'da 你可要啊，你可要按时完成作业。你可要按时完成作业。第3个，这是多 deganliklar jumlani qanday deymiz? To'ning keyingi sifat akilib 多什么呀 deb tuqo anadan keyin a cho'qim oxirisiga keldi. 那shu vaqtda 这里多漂亮啊，这里多漂亮啊 bulamda. 那第4个呢，这是你东西弄好把，那就是把字句 sen ma'nosini da yaxshiligi bir taraf qilib bo'l debdi. sen ma'nosini bir taraf qilib bo'l. 你把东西弄好啊 A 把 B 加动词多，你把东西弄好bo'ladi. 第5个呢，惊喜的bir sizga shu to'y惊喜bermoqchi bo'lsak, 给谁一个惊喜deymiz ғой. Shu vaqtida 我想给他一个惊喜啊，我想给他一个惊喜 desek bo'ladi. 好，这个是第2题。那下面呢，我们来看一下替换练习啊。这个替换练习实在是非常的简单。Beklam oson. Astiga sizoq sızgan xatni shu katakning ichidagi xatga almashtirib olsaklam bo'ladi. 几乎都不用动脑子 lekin nimani almashtirib men nima gaplar bo'layotganligini bilaylik azavaqtashlar bilishimiz kerak. 那好，那我们来看一下，今天我差点迟到。Bugun tas qoldim kechikib qolg'ili. 今天我差点tas qoldim 你 bo'lganға 忘了带钥匙。
今天我差点忘了带钥匙啊，就是unutib Qalğılı. qiz qaptimi. 今天我差点摔倒。 Mən tas qaldım, yiqilib ketgili. 今天我差点不及格。 Mən tas qaldım, imtihandan ötəlməy qalğılı. İkincisi，不要拿我开玩笑，忙着讲干嘛？不要拿我父母开玩笑，阿当那么讲干嘛？不要拿工作开玩笑，xizmat讲干嘛？不要拿健康开玩笑，这个salomatlikka讲干嘛？第三个，你别说，他还真来了。哎，uni bir dema, u rost kelibdi。你别说，他还真来了。那almashtursa，你别说，他还真通过考试了。哎，uni bir dema, u rost imtihandan o'tibdi。你别说，他还真完成任务了。uni bir dema, u rost vazifani tutkazibdi。你别说，他还真赚了不少钱。哎，uni bir dema, u rost xeyli nurg'un pul tepibdi。第四个呢，我买了一些本子、笔什么的，对不对？慢慢的 qatarliq narsalarni setib oldim。那我买了一些苹果、李子什么的，我买了一些苹果、李子什么的啊。然后呢，我买了一些牙膏、牙刷什么的，我买了一些牙膏、牙刷什么的。买azra，这个牙膏。给牙刷qatarliqlarni setib oldim。我买了一些裤子、鞋子什么的，买azraq ishton, oyoq qatarliqlarni setib oldim deydi。第五个呢，我要给妈妈一个惊喜。opamni bir tuyuqsiz qo'shiq aytmoqchi。那buningda我要给女朋友一个惊喜。 Mən qız dostumni bir tuyuqsiz qo'shiq aytmoqchi. 那我要给爸爸一个惊喜。mən dadamni bir tuyuqsiz qo'shiq aytmoqchi。我要给麦尔丹一个惊喜，mən Mərdanni bir tuyuqsiz qo'shiq aytmoqchi degandek。那第六个呢，我快累死了，erib o'lay dedim。我快渴死了，usab o'lay dedim。我快困死了，uyqum kelib o'lay dedim。uyqu kelish deganda kun deymiz。那我快头疼死了，beshim og'rib o'lay dedim bo'ladi。好。那第四题是什么呀？第四题，你说完成对话啊，完成对话嘛，dialogni bitkizganmiz bor。咱们来看一下，chuqur men bilan o'xshash bo'lishi demaymiz, chunki o'zingiz xohlagan holatda你觉得怎么样子更好一点，你都可以弄啊，都可以弄。妈妈，家里来客人了，Appa uyga mehmon keldi desa shundan keyin kim deymiz bor。那应该是谁呀？是谁呀？谁来了？都可以啊，都可以。然后你自己看，o'zing qara debdi。desa shundan keyin say qo'papnim debdi。哎呀呀，我这个 B 里面他不说，哎呀呀，我的女儿回来了。那这里是我degandan keyin oppa man qizim desa nima deydi？妈是我，你的女儿。然后妈是我，你的宝贝，都可以啊，是我妈。都可以。然后呢，我已经mening qizim kelibdi，我快进来balam，我kira balam debdi。shundan keyin后面给了一个问候家人的，就是 uydagilardan ahvol so'rash，qanday ahvol so'rasak bo'ladi。masalan，你们都还好吗？你们这个身体都还好吗？家里一切都好吗？deb so'rasak bo'laveradi。怎么样deb so'ramsiz，好吗deb so'ramsiz，都可以啊，都可以。然后他是怎么回答的呀？我们还是老样子，你自己呢？学习怎么样？我很好，妈妈。I'm not yaxshi的。然后变化的那不变化，你们能变化是多？ostidagi嘛，我jumlaga yana bir qarab o'taylik avvalo。对呀，shu sen bir yil o'tdi qaytib kelmaganga，你1年没回来了。家里搭了葡萄架，种了苹果树和蔬菜。uyga mushu uzum baran qildik, andan keyin olma daraxti tikdik, andan keyin mushu ko'ktatlarni terdik debdi. Demak, uyda nima degan cho'ng o'zgarish bo'lib ketgan debdi-ku. 我们可以不要你的sayf bo'ldi ekan。家里变化好大呀，家里变化好大呀，desak bo'ladi。yoki bo'lmasa这1年没回来，怎么变化这么大？
这1年没回来，怎么变化这么大？第三都可以啊，都可以。下面一个呢，钱得了。那他刚才说了，哎，像 Brazil 不的看不应该，就是又是这个葡萄架的，又是果树的，又是蔬菜的，哎，不拉那点干的，他阿斯的带的，我这都要感谢访汇局驻村工作队。那应该是哪点干干不拉不的噻？哪儿来的钱呀？或者说哪儿来的钱种这些呀？哪儿来的钱弄那些呀？这些不对，不拉那可啷个哪点不的？哪儿来的钱弄这些？他说不能俺们是kim给rahmat etmez，访汇局驻村工作队啊，访汇局给rahmat etmez是他们帮助了我们，哎，ular bizga yordam qildi deydi， ular bizga yordam qildi deydi。好，那这个是我们的对话，你做的对还是不对？希望同学们真的是在下面自己先把这个作业都做完了去摸。好，那下面呢，我们来看一下听力o'xshashsa o'zingiz avval anglab andan keyin ishlab bo'lib andan keyin我们再一起看啊。好，听力你就不要往后翻了，sizma keyin那个qarma，你就看着那个sual就行了。哎，女的呢，你的都嗨不认识我了。哟，是你呀！女大18变，差点没认出来。你们应该，嗨，beni tanımadınız desa, sen bu kız çoğun olsa, her xil o'zgaraydi deydiken, tas qaptı ben seni tanıyamay qalğanğa. 好，oğal, nima demekçi? Tas qaptı ben tanıyam, 差点没认出来，说tanıyandı mı, tanıyamadı mı? Tanıyandı deyci mi? Tas qaldı deyken, onda bo'lmadi. 好，那应该是 A 不认识对方 ，B 对方差不多 ，C 认识对方 ，D 对方有点差，别的差不来一场的不能随对有干，应该是认识对方啊，认识对方。好，第二个，你们上周末去的农家乐好玩吗？当然好玩了。哎，sizlar oldin qatim berib农家乐borgandinglar, u yer qaysi ekan？Albatta， 院子里种着各种蔬菜，o'ylasida har xil saylar teriqliqgan， 还养了好多牛啊、羊啊、鸡呀、什么的。哎呀，那kala qo'y to'g'ri qatorliqlarni这个beqibdi， 值得一去berishga arziydigan。好，问题呢，下面哪一项对话中没有提到？qaysini tilga olmadi？ 我们来看，牛羊鸡吧，鹅，哎，安oxiridagi嘛，鹅。tilga ilinmadi， 鹅没有被提到。好，第三个，你回来的时候别忘了买菜。看我这记性，要买什么来着？我说了几遍，要买西红柿、辣子、芹菜和茄子。好，那你们的多。qaytib kelgan vaqtingizni saykilishni unutib qolmang va qara bu ismni. Nima setib oldim? Necha qitim dedim. Pomidor, laza, chingsay, chayza。下面哪一项对话中没有提到？ qaysini tilga olmadi？ 辣子对，西红柿对，茄子对，菠菜对不对？答案应该是 C 答案啊，菠菜。第四个，今天太热了，我们去前面的咖啡店喝冰咖啡吧。Bugun bak issiqga, biz oldidagi qahvaxonaga berib, muzda qahva ichaylik. U yerning qahvasi bak qimmat. Biz ko'chaninki agildigan yerdagi shuni boraylik. Ularninki qahvasi 好喝又实惠啊，又这个 M 单力 M arzon deydi。这段对话最有可能发生在什么地方 ？A yerga boraylik desa, O yoqqa boraylik deb. Nega bular ko'chada o'z to'g'rilar? A 街上 ，B 家里 ，C 咖啡店 ，D 图书馆，肯定是街上啊，肯定是街上。第五个呢？你看我说对了吧？你就是太累了。哎，men to'g'ri dedim-ku, sen shu charchab ketibsan, 好好睡一觉就好了。哎，obdan bir uxlasang o'ngshilib ketsa。你还别说，uni bir dema， 睡了一觉bir uxlab qolgandan keyin确实感觉头不疼了。哎，beshimning og'riqi rost qo'yibdi。难的是什么态度？那你还别说degan gapni赞同，我qarshi tarafdan kelgan qo'shiludi deymiz-ku。所以
反对比赞同同情的愤怒那肯定是赞同肯定是赞同。好，那这个听力我们也讲完了呢。但是你们还可以把这个东西再听一遍下面呢，我们来看一下第6个这个情景绘画。周末你的朋友要来你家做客。Hafta oxiri do'stingiz uyingizga mehmon bo'lib kelmoqchi. Siz ularni qandoq kutib olasiz? Voy nima yeysizlar, nemisizlar, elinglar, zo,吃喝deb turib, bularni o'rgandik. o'zaro dialog tuzinglar。那我在这里我就不多说了那我们看一下最后一个猜字谜。他报了灯了吗？不对，tipishmaq nima ekan? Qaysi xat ekan? 一横二直又3点，一个横ana lekin ikkita tik sızaq deydi. 二直mana bir tik sızaq, ikki tik sızaq. Yu deydi ana lekin yu ostiga yana bir tal yu. Yoki 3 chekit 1 2 3. Qaysi xat bo'ldi? 变degan xatda, 变degan xat。然后这个跑一半退一半，跑一半退一半，跑能yermi退能yermi。那跑能yermi嘛足字旁bo'lsa，退能yermi横折横横竖提撇捺bo'lsa，那bu qaysi xat？跟degan xatda。最后一个应该是哪一个字呀？跟跟这个字。好，那今天这个内容我们已经讲完了，同学们应该没有什么大问题了吧？那接下来我们来看一下我们的文化小贴士。今天的文化小贴士我们要讲的是实施乡村振兴战略那diqqatimiz ekranda bo'lsin。实施乡村振兴战略。Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga qo'yish。实施乡村振兴战略是指提升农业发展质量，推进乡村绿色发展，繁荣兴盛农村文化，构建乡村治理新体系，提高农村民生保障水平，打好精准脱贫攻坚战，强化乡村振兴制度性供给，强化乡村振兴人才支撑，强化乡村振兴投入保障，坚持和完善党对三农工作的领导等方面的战略。Yez kentlerini güllendiriş stratejisini yolga qo'yish, yezi egilikining taraqqiyot sifatini o'stirish, yezi kentlerinin yeşil taraqqiyotini ilgari surish, yezi madaniyatini güllendirish, yezi kentlerini tuzashning yangi sistemasini barpo qilish, yezlarning xalq turmushini kapolatlantirish saviyasini o'stirish, nomrodlikdan qutuldirish jangini yaxshi ishlash, yezi kentlerini güllendirishning tuzum xarakterlik ta'minotini kuchaytirish, yezi kentlerini güllendirishda ixtisosliklarni terak qilishni kuchaytirish, yezi kentlerini güllendirish silinmasiga kapolatlik qilishni kuchaytirish, partiyaning yezi egiligi, yeza, dehqonlar xizmatiga bo'lgan rahbarligida ching turish va mukammallashtirish qatorliq jihatlardagi strategiyasini o'stirishni ko'rsatadi。它是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间矛盾的必然要求，是实现2个100年奋斗目标的必然要求，是实现全体人民共同富裕起来的必然要求。U xalqning kundan kunga eshib berayotgan go'zal turmush ehtiyoji bilan taraqqiyot tangpung bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik o'rtasidagi ziddiyatni hal qilishning muqarrar talabi, 200 yillik kurash nishoniga yetishning muqarrar talabi, butun xalqning o'rtaq beyishini amalga oshirishning muqarrar talabi。走中国特色社会主义乡村振兴道路，就是让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。Jungochi sotsialistik yezi kentlerini güllendirish yo'lida mengish, yezi egilikni istiqbolli kasbga aylantirish, dehqonchilikni jalb qilish kuchiga ega kasb qilish, yezi kentlerini xotirjam tirikchilik qiladigan go'zal makonga aylantirishdan iborat。好，同学们，那今天的所有的内容都学会了吗？
那这些题你也都做对了吗？那今天我们的课就先上到这里。下一节课呢，下一课的这个内容呢，同学们好好的复习一下，好吗？那我们下一期再见。